Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan yana uchrashib turibman. Kutubxonada emas, bugun xonadonimda. Kecha Instagram tarmoqlariga mana shunday tungi chiroqni qo'ydim. Gul qilib. Juda ko'p murojaatlar tushdi do'stlarimizdan. Va qani qilib qilasiz, bizga ham o'rgating degan murojaatlar tushdi. Va bugun shuni sizlarga ko'rsatishga qaror qildim. Buni hech qiyinchilik joyi yo'q. Bironta mana shunday chiroqni olasiz. Keyin mana bunday fom qog'ozlarini 10 sm qilib qirqamiz. Qirqib uni mana shunday gul shakliga keltiramiz. To'rt bo'klab. To'rt bo'klab buni shundoq qirqsangiz o'zi osongina gul shakliga keladi. Bolaligimizda hammamiz maktabda qog'ozlarni qirqib o'rganganmiz. Fom qog'ozi juda ham yumshoq bo'ladi. Buni hech qanaqa issiq temperaturasiz ham buni salgina mana shundoq qilib tortib barg shakliga keltirishingiz mumkin. Bu yumshoq, oson. Mana shunday qilib har bir yaprog'ini ehtiyotkorlik bilan ozgina tortasiz. Va gul mana bunday gul shakliga keladi. Keyin buning har bittasini olib mana bunday issiq kleylarni olib ozgina kley yopishtiramiz va o'rtasidan boshlaymiz. Kuzatib qo'ying, men sizlarga ko'rsataman. Mana tayyor qilib qo'ygan gullarim bor. Buni iloji boricha bir-biriga yaqin qilasiz. Yaqin qilib yopishtirasiz. Chunki chiroqni, lampani bo'sh joyi qolmasligi kerak. O'shanda chiroyli, nozik chiqadi. Bu fom qog'ozi o'zidan yorug'lik o'tkazadi. Lampa qizib ketsa ham hech narsa bo'lmaydi. Endi buni nima uchun qilamiz? Bir xillikdan qochamiz. O'zimizda original, bir boshqalarga o'xshamagan bir noyob chiroqlar qilgimiz keladi. Sovg'alarga o'z qo'limiz bilan yaratilgan bir go'zallikni hadya qilgimiz keladi. Ana shunaqa paytlarda o'zi fantaziya deydi, tasavvurimiz ishlab mana shunday qilib kleylar bilan yopishtirib chiqamiz. Men gullarim, gul barglarim tayyor qilib qo'yganman. Chunki hammasini tayyor qilib qo'ysangiz vaqt ko'p olmaydi. Mana shu tarzda chiroqni, o'sha lampani oxirigacha barglarni ehtiyotkorlik bilan yopishtirib chiqamiz. Ehtiyot bo'linglar, pistoletdagi kley issiq bo'ladi. Qo'linglarga ziyon yetkazmasin. Mana shunday qilib oxirigacha davom ettiramiz. Bu juda ham chiroyli. Ayniqsa o'z qo'llaringiz bilan yasaganingizda odam maza qiladi. Men maza qilaman.
menga o'z qo'lim bilan yasagan narsalar, o'zimni bir o'zimnikini ham o'zim xohlagan narsani qo'shsam qilayotgan narsalarimga tayyor narsani uncha yaxshi ko'rmayman. Albatta biror narsa olsam ham, sotib olsam ham albatta o'zimdan bir narsani qo'shaman. Bu o'zingiz sizni tasavvuringizga bog'liq. Mana ko'rdingizmi? Sekin sekin chiroyli bir boshqacha go'zallikka aylanib boryapti. Chirog'imiz bitdi. Sizlarni ham qo'lingizdan keladi. Faqat xohish, harakat bo'lsa bo'ldi. Buni hech qiyinchilik joyi yo'q. Savollaringiz uchun rahmat. Kuzatib borayotganlaringiz uchun ham rahmat. Salomat bo'ling, kuzatib boring. Yana qiziqarli bir ishlar ustida uchrashamiz.